Akalar, o'zimizda Asakada zo'r dam oladigan joy borligini bilarmidingiz? Men keling. Shunda kirib kelganingizda kattakon zal, O'zbekistondagi eng katta televizor va massajli stol. Eng katta televizor bor deb adashgan ekanman. Undan ham katta televizor bor ekan. Men kelinglar. Mana, oshxonalar bilan kelasiz. Bemalol do'stlikni olib PlayStation S5, MS5 qilib, maza qilaverasiz. Men nima aylayman? Maza qilib shaxmat o'ynasangiz bo'ladi. Oppa. 3-1, 4. Nardalari ham bor. Mana xonani ko'rsatmasdim-ku, lekin ichimga sig'mayapman, bitta ko'ringlar. Mana bilyapti, deyapti. Mana yangi bilyapti. Hammalar bilan o'tirib olib, maza qilasizmi? Bu hali hammasi emas. Dush tualet. Hop. Makta, bemalol o'tirib, nima gaplashasiz? Mana tomonda chiroyli oshxona. Oshxona. Qale, Asakada. Ko'chaga qarab, oshxona bilan mana balkonda ham o'tirsangiz bo'laveradi. Do'stlar, mana sharoitlarni ko'rib turibsizlar. Bu joyda sutkaga, soatga kelishib olsanglar bo'laveradi. 15 kishigacha bemalol kelsanglar bo'laverar ekan. Manzilni eslab qolinglar. Asaka Marhamatdan kelishda, Lamanidan o'tganda, Andijondan kelishda, eski 36 kollejdan o'tganda. Mana nomer profili bog'lanaverasizlar.